Assalomu alaykum. Men Norqul Zuhradan Toshkent davlat kimyo texnologiya institutining 3-kurs talabasi. Bugungi mavzumiz piroliz. Piroliz qurilmasining texnologik sxemasi. Bu yerda xomashyomiz benzin hisoblanib, barqaror benzin. Ya'ni bug'li isitgichda xomashyoni benzinni bug'li isitgichga kiritib, ya'ni o'choqqa yuboramiz. O'choqqa yuborganimizdan so'ng xomashyomizda tutun gazi tepadan chiqib, uglevodorodli gaz yonidan tepadan kiradi va o'choqda 840-850 gradusda qizdirilib, toblovchi apparatga yuboriladi. Toblovchi apparatda tepadan suv, ya'ni toblovchi apparatda 140-150 gradusda sovitiladi. Ya'ni o'choq gazidan pastroq, ya'ni tezroq sovitish uchun suv yuboriladi va toblovchi apparatdan qozon utilizatoriga yuborilib, bu yerda ya'ni 700 gradusgacha pasaytiriladi qozon utilizatorida va bug' yig'igichga yuborilib, bug'li qizdirgich tepadan chiqadi va pastdagi ham shunaqa bir xil vazifani bajaradi va bug'li gaz rektifikatsion kolonnaga yuborilib, tepadan rektifikatsion kolonnaning tepasidan sovutgich kondensatoridan chiqib separatorga boradi. Separatorga borgandan so'ng separator tepasidan yengil gazlar, ya'ni quruq gazlar tepadan chiqadi. Suyultirilgan gazlar, ya'ni idishga yuborilib, pastdan suv chiqib ketadi. Nasoslar yordamida kolonnaga benzin hisoblanib, kolonnaga yana yuboriladi pastdan va oxirida kolonnani pastki qismida og'ir moylar, ya'ni og'ir smolalar nasoslar yordamida so'rib olinadi va filtr yordamida yana rektifikatsion kolonnaga xomashyo yuborilib, qoldig'i pastdan chiqadi. So'ng, ya'ni xomashyamiz benzin, etilen pastdan chiqadi xomashyamiz. E'tiboringiz